Ushbu lokatsiyada nima uchun uylar tez sotiladi deyishsa, kommunikatsiyada muammosi yo'qligi uchun degan bo'lardim. 2 xona 3 xona qilingan skvoznoy holatdagi panelli domning 5-qavatda joylashgan kvartiramizni arzon narxga e'longa chiqaryapmiz. Egalari 25-26 qo'yib bering deb turishgan joyida 23 ming dollarga ko'ndirib qo'ydim. Bitta planirovkalar bilan tanishamiz. Kirishingiz bilan koridor, sanujelni ko'rishingiz mumkin. Vanna, unitaz, aristonlarigacha hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Koridor bo'ylab yurib kelganingizda keyingina zal qismi, oshxonani balkonga olib chiqishgan va alohida bolalar yotoqxonasi qilishgan. Chap tomonimdagi eng so'nggi xona esa kattalar yotoqxonasi bo'ldi, o'zini barcha jihozlariga ega. Xohishingizga qarab remontlarini yangilang yoki bo'lmasam jihozlaringizni olib kirib, mazza qilib yashashga nima yetsin? Nima qilasiz? Ipoteka olib, rassrochkaga olib, nasiyaga uy olib, pulingizga yarashasini oling, mazza qilib yashang. Hozir esa manzilini tushuntiraman. Manzilimiz Farg'ona shahar Zakanalda, Quvasoy Krug 27-8 maktab. Aynan mana shu 40-domda joylashgan. Yonginasida bog'cha ham mavjud. YouTube'dagi to'liq videoni ko'rish uchun kommentariyaga video so'zini yozib qoldiring. Egalari ham esa pastda opisaniyada.